ham bir Kanavaro aytib o'tgandi. Matbuot anjumanida futbolchilarim mana bu yerda xavfli chiqdi. Shu yerda yiqitib yubormaslik kerak edi. Shu odam Samervil O'rozov uni chalib yiqitdi. ulgura olmadi. Va borib uzr so'rayapti. O'tib ketsin edi. Kanavaro aytib o'tgandiki, o'sha 90 daqiqa bir xil tempda jamoam yugurishini xohlamayman. O'sha temp o'zgarishi, zamonaviy futbol. Shunga tayangan holda aytayapmanki, balki mana shunday chaqmoqlar bo'lar o'yinimizda. Zo'r ochildi. Birinchi o'tkazib yubordi, keyin esa ulgura olmasdan Abduqodir Husanov uslubida to'xtatishga urindi, lekin bo'lmadi. Oyoqqa tepdi. Tepganda ham xavfli o'ynabdi, lekin ostan. Samervil o'rnidan turdi, jarohat olmadi. Gakpo tepmoqchi, jamoaning asosiy yulduzi. Hujum chizig'idagi eng asosiy futbolchi baribir va bizning darvozabonimiz ushbu to'pga hozir qarshilik ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. Saralashda ikkita seyf ko'rgandik. Ruxsat. Sal qoldi. Qaytargandi-yu, faqat yarimta gol bo'ldi. Chunki va yarimta seyf bo'ldi. Yo'nalishni topdi, to'pga tegdi, lekin o'ta kuchli edi zarba, o'zi sezilib turgandi Gakpo kuch bilan tepishi. 1-0 Niderlandiya oldinda haqqoniy penalti tan olish kerak bo'ldi. E'tiroz yo'q. O'rozov uchun xulosa chiqarishga yaxshi epizod. Boshqa jahon chempionatida bunday xatolar qimmatga tushadi. Va aynan shu chiziq hali muhokamada deb aytib o'tildi boya. Shu pozitsiya. Yo'l-yo'laki o'tkir reaksiya ham ko'rsatdi.